Barselona yozgi transferlar oynasida kurash olib boradigan Chelsea hujumchisi Joao Pedro Barselonaga kerak emas, bizda undan ham yaxshi futbolchimiz bor desam ishonasizlarmi? Ishonmaganlar uchun bitta fakt aytib o'taman. Ishonsanglar, bu videoga like bosib qo'yinglar va menga obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, Joao Pedro Chelsea'ni juda ham yaxshi hujumchilaridan biri hisoblanadi va u bor yo'g'i bir mavsumda 15 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Undan ham yaxshi bo'lgan bizning haqiqiy striker hujumchimiz Ferran Torres bir mavsum davomida 16 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Joao Pedrodan ham ko'p gol uryapti bizni Ferran Torresimiz. To Ferran Torres Barselonada ekan, Joao Pedro Barselonaga o'tishiga umid qilmanglar. Agar mabodo o'tadigan bo'lsa ham, Ferran Torres asosiy tarkibni unga hech qachon berib qo'ymaydi. Ishonavringlar.